Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar, tarannum ko'rsatuvining qadrli ixlosmandlari. Ta'rifingni aylay desam so'z qani. Senday ona, senday sodiq do'st qani. Ay oqibat guli mehr gulshana. Ay dilimga gullar sochgan bahorim. Jonim menim, jondan aziz diyorim. Eng dilbar taronalar taqdimi ila tarannum ko'rsatuvi yana efirda. Qadrli ko'rsatuvimizning ixlosmandlari, biz siz azizlardan kelgan maktublar bilan tanishib chiqib, sizning talab va istaklaringizni inobatga olgan holda bugungi ko'rsatuvimizga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, sevimli san'atkorimiz Avazbek Mahmudovni taklif etganmiz. Avazbekka ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Biz ham sizning qo'shiqlaringizni tinglab, san'atga kirib kelganmiz. Shu qo'shiqlarni tinglab voyaga yetganmiz, ulg'ayganmiz desak, xato qilmagan bo'lamiz. Albatta, sizning qo'shiqlaringizni juda ko'p shogirdlaringiz sevib ijro qiladi. Xalqimiz sevib tinglaydi. Faqat boshqa bir tomonlar, jihatlar borki, ko'pchilik bulardan bexabardir balki, chunki siz ham san'atkor, ham yaxshi shifokor, ham bugungi kunda Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universitetida ustozlik ham qilyapsiz. Mana shu kasblarni jamlanmas haqida va bir-biriga mutanosiblik haqida gaplashmoqchi edik siz bilan. Qulluk. Endi shu meditsina institutini qiziqib dadamizning xohishi bilan bitirganmiz. Endi maktablarda yaxshi o'qiganmiz. Baribir qalbimizda, yuragimizda qo'shiq kuylab o'tganmiz. Shu baribir kasb meni shu universitetga yetaladi. O'sha yerdagi hurmatli, bizni hurmat qilgan domlalarimiz, rektorlarimiz shu bizdan iltimos qilib shu yerda musiqa bo'limi bor. Shuni birgalashib yurgisi, talabalarni o'qitsak degan fikrni bildirishuvdi. Men rozi bo'lib o'sha yerda hozir talabalarga dars beryapman musiqadan. Hozir biror bir ashula qo'shiq tinglasak, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, jonim bilan. Muxlislarimizga Miskin g'azali bilan Toshkent Irog'i ashulasini aytib bermoqchiman. Bajondan tinglaymiz. Marhamat. صدای من ای جانم اسیری من نگار من ای وای